Bavurcan qayerga yukladingiz? Sirdaryoga ketdi. Nechi bosh? Gulistonga 40 bosh ketdi. Xudo xolasa, olganga ham sotganga ham. Xudo baraka toping, xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Shuncha baraka toping. Sortovoy udor narsalar berdi bizga, qulay qilib. Assalomu alaykum. Saroy Optim kanalining ashaddiy obunachilar, bittadan like tushini qizartirib, kanalga obuna bo'lib, videomizni kuzatib turasizlar. Bugungi xudo xolasa katta partiya, katta qo'y fermaga kelganmiz. Obunachilar videoni o'tkazmay turinglar. Inshaalloh qo'ydi Sortovoy o'sha zo'r 150 kg, 200 kg qilib boqamandigan obunachilarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Obunachilar sizlardan so'raydigan narsam videomizga shunday bittadan like gumbillatib, videomizni oxirigacha kuzatsalaring bo'ladi. Xudo xolasa birinchi partiyamizga shundan keyin nechta aka? Soni 30 bosh. 30 bosh aka. Assalomu alaykum. Ziyimsiz? Salomatmisiz? Aka, xudo xolasa buni kanalimiz yangi. Bunday qiling. Kanalimiz yangi aka. Qo'y fermangizdan yangi ishkili adashmasam aka. Ha. 2 kun bo'ldi ko'chib o'tganmiz aka. Xudo xolasa aka, bugunga bunday qilamiz aka. Kanalga obuna bo'lib, kanal obunachilarimizga bir qo'llab-quvvatlab, bir obunachilar uchun ishlaymiz aka. Nima deysiz? Obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab, oddishkada bo'lib tursa, o'zini udorlardan, zo'rlardan olib kelib qo'ygan Boburjon. Gap yo'q aka. Katta partiya kelgan 400 bosh qo'yimiz bor. Yengil ozgina ma'noli qilib video qilib beramiz. Batafsil ma'lumotini chiroyli qilib yoritib beramiz. Obunachilar hammalaringni chorvalaringga baraka. Niyat qilgan obunachilar uyida mana 50 talab, 1000 talab mana qo'y boqish nasib qilaversin. Obunachilar xudo xolasa batafsil chiroyli qilib yoritib beramiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa, chiroyli kommentariyaga yozib yo akamiz o'zlariga aloqa chiqasizlar, nomerlarni yozib qo'yamiz. Chiroyli qilib aka bitirib berasiz aka. Videoda yaxshi ko'rilmadi uka deysiz, Telegram, WhatsAppimiz bor. Batafsil ma'lumotini qilib, chiroyli qilib syomkasini beramiz. Bo'ldi, gap yo'q aka. Kelishib oldik. Xudo xolasa aka, birinchi partiyamizga nechta aka soni? Soni 30 bosh uka. 30 bosh ha. Xudo xolasa chempionlarni olib kelsa aka. Marjonlaridan. Bu qaydan to'p kelaveryapsiz aka, bunaqa qo'zlarda aka? Obunachilarga izlanib qidirib to'p kelyapti aka. Voy, men jonivor. Mashalloh. Niyat qilganlar mehnaqa 10 talab, kam 10 talab boqish nasib qilsin. Obunachilar, xudo xolasa aka, bular ma'lumotini beradi. Necha oylik aka bular? Boburjon, bular xudo xolasa 5-6 oylikka beramiz. Qo'ylari ham kichkina qo'zi emas. Eng kichkinasi ham shu 70 plus. O'zi mana dumbalardan tulab aka, tulab beribdi-ya qo'zilar. 75 plusga beramiz. 75 plus minusga beramiz. Gap yo'q. Kichkina qo'zi emas, chakana qo'zi emas. Obunachilar oyoq qo'llariga ham, kastaklariga ham, qo'zlarni yuzlariga ham. Boshlandi uka mana. Mana u 4 oylik, 3 oylik qo'zi tulamaydi obunachilar. Tulab beribdi qo'zlar. Gap yo'q, kastaklariga ham bir mana. Oyoq qo'llari ham razrez. Qo'yiqchi hamma joyga kelgan ekan-a. Ideal aka, buni borim. Yartday g'ubori yo'q Boburjon. Gap aka, buni narxida. Bori gap narxida aka. Narxi necha pulga berasiz aka? 30 ta dedingizmi sonini? Soni 30 bosh. Obunachilaringiz martda aka, siz ham martcha gapiring. So'ramaydan qilib gapiring. Obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab turib, kommentariyaga iliq fikrlarni yozib, otangga rahmat deb tursa Boburjon, mana 30 boshni bir joyga olganga 4 million 200 ming so'mdan. Xudo xolasa deyshadi. Endi 4 million 200 ming so'mdan desangiz, ammo deyishmaydi. Videoni kuzatmaydi ham aka. Kamini qilib beramiz obunachilarimiz. 4 million 200 ming so'm. Kamini aytinglar, mayli aka. 4 million 200 ming so'mdan ham ichida qo'zingiz bor aka. Men ham o'zim ham savdolar yurganmiz aka. 4 million 200 ming so'mdan ham qo'zingiz bor aka. Sotasiz aka, 5 ta 6 tani sotasiz aka. Bozorda bermaydi. Bor 10 tasini sotasiz aka. Bozorda bermaydi. Shu bozor, endi bozorda qo'ying aka. 200 ming so'mdan qo'lda tanlab bering, olishsin. qo'lda bering. 4 million 200 ming so'mdan tanlab olasiz. Optimgacha. Hammasini olishsa mana mikinchikini yo'q, 4 million so'mdan 12 ta olib dastlab. Bor aka, ammo 30 tasini olsa aka, qarang. Xayri sunnat kamini qilib berasiz. Obunachilarimizga aka. Dengizdan tomchi. Gap yo'q aka, boringizga shukr. Voy mana. Oqtoylar boshqacha ekan aka. Ko'ring. Sortini Yuzlarini ko'ring, quloqlarini uzunligini ko'ring. Kastaklari. Rangini ko'ring, yarichkalaridan. Hamma joyini bir e'tibor bering. Xolasa obunachilar oladigan ertaga bor qurbonlikdan keyin bu qo'zilarni 4 million so'mdan qanday yoqib bo'lmaydi. Eng kichkinalarini. Qo'zilar hammasi zo'r ekan, sortovoy qo'zlar ekan. Aka 4 million so'mdan xayri sunnat kamini qilib berasiz obunachilar. 12 ta dastlabkashlik bor. Uka deb aloqa chiqsa qo'yli bo'lishadi. Bo'ldi gap yo'q aka. Xudo xolasa obunachilar videomizni o'tkazmay kuzatib turasizlar. Ikkinchi partiyalarimizni olib chiqamiz. Obunachilar mana ikkinchi partiyalarimiz
ikinci partiyamiz ustundagi soni nechta ekan? Soni 25 bosh. Bular ham o'ta sorti ideal narsalar ekan aka. Narxini yengil qilib, bir kichkina narx Xudo qo'yib xohlasa, chiroyli berasiz aka. Marjonlaridan standart. Xudo xohlasa obunachilar buni dumbalarini ko'ring bir. Eng qizig'ini aytaymi? Aka, So'lig'idan ham olib kelib qo'yganman. Ye bu. So'lig'idan ham bor. sovliqmi aka? 15 bosh so'liq, 10 bosh qo'chqor. Ammo ustida aka bor-ku. Gap aka, sovliq qo'y bor, tillaga teng bo'lib ketyapti. Ammo tilla sariq qo'y so'lig'i bo'lsa 4 million 42 sotyapti bular. Bugun kanalimiz yengil qilib qo'ydi. gap yo'q aka, malades. Boringizga Savdolashmasdan ham jo'natib ber deyishadi. bo'ldi aka. Sovliqi nechta aka ichida? 15 ta. 15 ta. Ko'paysizlaridan, udorlaridan. Obunachilar sovlig'i bor, tillaga teng bo'lib ketyapti. Sariq qo'yli sovlig'i bo'lsa 4 million ustida bo'lib ketyapti. 4 millionni pastga qilib beraman deyapti. 10 dona qo'chqori bor. 10 dona qo'chqori bor aka. O'ziga qo'shib shu dalam bor, bog'im bor degan obunachilar olinglarda xolasi bor, zo'r baraka topadigan narsalar. Iminni o'zim tavsiya qilaman. Ammo narx-navosini quliga bersa bo'ldi. Aka, ammo 4 million pastda deyapsiz, 50 ming yo 100 ming kam bo'ldi. Yangi kanal ochibsiz-da. Dadir gapini qilib berasiz aka. Kanalga obuna bo'ldim, videoga like bosdim, otangga rahmat deb kommentariyaga iliq fikrimni bildirib qo'ydim deyishsam onasa. 25 bosh, 15 bosh sovlig'ini olsam 3 million 700 ming so'm. Shu meni buni yosh oyligini aytmabsiz aka. Yosh oyligi 5 oylik. Yoshlari 5 oylik a. 5 oylik. Xohlasa, ammo qo'zi bor. Plus minusga olishsin. Qo'zi ama 7 oylik, 8 oylik qo'ziga dam berar ekan aka. Gap yo'q, malades aka. 3 million kam bo'lsa bo'ladimi? 3 million 700 ming so'mdan qo'chqar deyapsizmi? 3 million 300 ming so'mdan qo'chqar ekan. 3 million 700 ming so'm. Sovliq sizda kam yuradi a? Sovlig'i arzonroq yuradi. Arzonroq. O'zi buni sovlig'i tillaga teng bo'lib, uka qo'chqordan 200 ming 300 ming qimmat yuribdi-da. Menda arzon yuradi. Arzon yuradi a? Sovlig'i yangimiz uka, bu sizning kanalingizga arzon qilib qo'yib beramiz. Bo'ldi aka. Sovlig'ini necha puldan qilib berasiz aka? Sovlig'ini olishsin 15 tasini bir joyga 3 million 600 dan ketadi. 3 million 600 dan. Aka, bitta ish qilaylik aka. Dangali gapda. Endi Xudo xolasa videoni boshida ham ancha kelishibdi. Ancha va'dalar bilan obunachilarni hali qildik-da. Xudo xolasa aka. Uyda bu yerda demaylik, mikinchikin gap bor. Bu kanalimiz ham ko'tarmaydi aka. Bitta qilib bering. Uka, o'zimga ham bermaydi 3 million 600. Yoki bo'lib sotasizmi yo? Yo'q, bir kishiga sotaman. 36 37 aka, bitta narx ayting. 36 dan mana qo'chqarini ham olishsin. 25 bosh qo'chqarini ham qo'shib olishsin. 36 dan. 36 dan ketadi. O'tiberadan jey bo'lsa ayting obunachilar. Ey aka, ertaga klient bo'linglar. Dangali gap. Klient kerakmi aka? Biz klientga ishlaymiz. Klientga ishlaymiz. Duoga ishlaymiz uka. Bo'ldi, 100 ming, 200 ming aka, eldan o'ziga ham qolsinmi aka? Qo'limda keltirib oshiga qo'lni 100 ming, 200 ming eldan, bozordan arzon yuring aka, soting aka. Dangali gapda maqsad bu sochlarga o'tib bersam bo'ydimi? Yashayda o'tib bering. Yashayda o'tib bering. Obunachilar kerak bo'lsa bor, mard bo'lsangiz bor, so'rashmaydi ham aka. Bo'ldi aka, sizni ham o'zingiz 25 tasini o'zim sindirmaganman. Buni 25 tani bir joyga oldim deyishsa 3 million 500 ming so'mdan gap yo'q aka. Xudo xolasa aka. 100 ming so'm plus bo'ladi. Dastlabkasiga. Malades aka. Gap yo'q aka. Obunachilar bosib degan joyga keldi-yu mana. O 3 million 500 ming so'mdan dedingiz aka? 3 million 500 ming so'm. Gap yo'q aka. 3 million 500 ming so'mdan real mana qo'zlar. Aka 4 millionlik qo'zlar ham ketyapti. 3 million 500 ming so'mdan mana sizlar uchun izlab topdik obunachilar. Xudo xolasa videomizni o'tkazmay yana bir oxirgacha ko'rsatib, yana bir partiya chiqarasizmi yo? Bugunga bo'ladi. Kech tushib qoldi, ertaga Xudo xolasa qo'ylaring. Aka sovliqlar yana bor dedingiz-ku. Sovliqda 50 bosh turibdi. 6 oylik, 7 oylik to'g'ri sovliqlari bor aka. Xudo xolasa bularni aka batafsil yoritib berib, telefon qilishaversin, ma'lumotini beraveradi. Yarichkalaridan bor aka. Bularni kuzga qo'shadigan ekan-da. Ularni shu avgustga borib qolsa qo'shqar. Bo'ldi aka, telefon qilishadi, menga qarab. 300 bosh qo'yim bor. Qo'chqar kerakmi, sovliq kerakmi, qurvoq hayitiga. Odam so'yaman qurvoqlikka deyishga katta qo'chqarlarim ham bo'ldi aka. Xudo xolasa obunachilar 300 bosh qo'yib bor deb akamiz katta gapiryapti. Aloqaga chiqib, qanaqa qo'y kerak bo'lsa, batafsil mana shu ustundagamni o'zlariga aloqa chiqarasizlar. Aka, manzilimiz lokasiya, yangi lokasiya. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan 800 metr. Optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'idan, ha? Saroy sentridan 800 metr. Gap yo'q aka. Xudo xolasa obunachilar sizga bittalar like bosar aka. Bizga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, kechasi kunduz aloqa chiqishimiz. Bo'ldi, 24 ga 7. Hop, xonadan ham ochiq, telefonlar ham yo'q. Obunachilar aloqa chiqarasizlar. Akamiz bepul.
Dastlabkamiz bepul aka. 12 ta viloyatda Ammo aka bunday ham qilamiz. Bir yangilik qilamizda endi videomiz oxiri bo'lib qoldi. Aka 7 ishtisiga garantiya ham berasiz. 7 ishtisiga 1 hafta garantiya. Vaksinasini ham qilib berasiz aka. Vaksinasini ham qildirib. Obunachilarga bir yangilik qilasiz aka. Shashilib qolishmasin. Qo'ralarga olib kirib oldi, hashak solishsin, yem berishsin. Yesa ularniki, yemasa men. Gap yo'q aka. Otangizga rahmat. Obunachilar uchun aka. Odam baraka topsin. Mana obunachilar shashilib qoladigan joyga keldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Hatto kamchilik bo'lsa kommentariyaga yo nomerga shunday aytasizlar, chiroyli qilib akalarning ishni bitiradi.